Ehson qanday martaba? Ehson har bir ishni vijdonan, xolis niyat bilan bajarish degani. Ehson har bir ishni o'z o'rniga, o'z joyiga qo'yish, maromiga yetkazish degani. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizlar uchun jamoasi yana bir xayrli ish ustidamiz inshaalloh. Xabaringlar bor. Bizlar uchun jamoasi oziq-ovqat tadbirlarini ham o'tkazib kelamiz. Bunga qadar ham bir qancha oylarda va haftalarda shu tadbirlarni o'tkazamiz. Shahrimizda qiynalgan va muhtoj bo'lgan oilalar bizlarga murojaat qiladi yoki shularning qo'shnilari yoki tanishlari va qarindoshlari. Ko'p hollarda birodarlar shunaqa oziq-ovqatlar yetkazishlik tadbirlari videosiz, kun ara, hafta ara o'tkaziladi. Shulardan biri yana bugun qarshi olib turibmizki, oldimizda 10 ga yaqin xonadonlar bizga murojaat qilgan. Bular qish fasli kelar ekan, xonadonlarida oziq-ovqatlar yetishmasligi, kiyim-kechaklar va yana boshqa narsalar. Eslatma qatori yana bir bor aytib ketamizki, birodarlar, bizni WhatsApp raqamlarimiz, Telegram raqamlarimiz doimiy ochiq va sizlarning xabaringlarga intizor. Muhtojlar bo'lsa murojaat qilishinglar mumkin yoki shunaqa muhtojlarning ma'lumotlari borlar bo'lsa bizlarga yetkazishinglar mumkin. Va yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lganlar, pul miqdorida yoki kiyim-kechaklar, M-bank raqamlarimiz qaytadan jonlandi. Bir muddat qulflanib qolgan edi. Yana eslatma qatori aytamizki, 0559 bilan 55 20 20 raqamiga M-bank yoki yedinchi qatori o'tkazishinglar mumkin. Birodarlar, shunaqa saxovatli va yordamga muhtoj oilalarni bilganlar va shularga yordam bermoqchi bo'lganlar doimiy biz bilan hamkorlikka chaqirmoqchimiz. Biz ish tadbirlarimizni doimiy olib bormoqdamiz. Va yana bir narsani eslatma qatori aytib o'tamanki, birodarlar, bilasizlar, bizlar uchun jamoasi qish fasli kelar ekan, mana hozir shu qish arafasidamiz. Uylarga va qalblarga iliqlik ulashing shiori ostida ko'mir marafonini ham boshlab olamiz yaqinda inshaalloh va buni e'lonini ham beramiz sizlarga. Va shu ko'mir marafoniga ham qatnashayotganlar, qatnashmoqchi bo'lganlar bizlarga yordam qo'llarini cho'zishlari mumkin. Va yana qo'shimcha raqam 0997 bilan 60 60 60 ga ham qo'ng'iroq qilib pul miqdoridami yoki ko'mirmi yetkazsanglar bo'ladi. Yaxshilikning kichigi bo'lmaydi inshaalloh. Bu yaxshiligimiz ham inshaalloh sizlarning yordaminglar va sizlarning saxovat pesha hamkorlarimiz qatoridan ulashinib kelgan yordamlar. Va video davomida ham shu xonadonlarga yetkazgan produktlarimizni, oziq-ovqatlarimizni ko'rsatamiz. Nima demoqchimiz? Qisqa qilib aytamiz. Biz el uchun jamoasi siz bilan birga, biz bilan birga bo'ling va doim o'zingizni, yordamingizni bizdan ayamang. Albatta biz bir vositachimiz xolos. Biz xizmatdamiz. Sizlarning har bitta omonatlaringizni o'z egalariga yetkazib va topshirib beramiz inshaalloh. Produktlarimiz tayyor. Bugun bir qancha xonadonlarning xursandchiligiga guvoh bo'lamiz sizlar bilan birgalikda. Acha yopdik.